Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz bo'g'imlardagi og'riqlar haqida gaplashamiz. Xo'p, bo'g'imdagi og'riqlarni kelib chiqish sababi har xil bo'ladi. Xo'p, asosan 40 yoshdan oshgan insonlarda bu ko'proq kuzatiladi. Og'riqlarni keltirib chiqaruvchi asosiy omil tiza minskning yirtilishi va buning natijasida to'qay qavatini yemirish hisoblanadi. Bu kasallik artroz xastaligi deyiladi. Endi uy sharoitida bo'g'imlardagi og'riqlarni pastlatish va davolash uchun nima qilishimiz kerak degan savolga qisqa qilib javob berib o'tib ketaman. Xo'p, ko'pchilik bemorlarimiz vanna qiladi oyog'ini, bu mutlaqo noto'g'ri. Siz qizdirilgan kepak yoki qizdirilgan tuz qo'yishingiz mumkin og'riqni pastlatish uchun va suyuqlikni bo'g'imdagi ortiqcha suyuqlikni kamaytirish uchun. Shundan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Odatda balchiqqa tushadi, sanatoriylarga borib suvga tushadi. Bu narsa bo'g'imlarga yoqmaydi, ya'ni kasallikni rivojlantirib yuboradi.